Quluqi yo'q anam. Hikoya. Ovozda G'uncham Ro'zi. Tug'utdan keyin ko'zini yengil ochgan ana. Balamni ko'rsam bo'lamdi, deb so'rdi. Doktor ananing qichqiga yumshoqqina yo'galgan balani berdi. Darmonsiz bo'lsa-mu, xo'shalliqi ko'zdan bilinib turgan ana hayajon ilkida balasining yuzini ko'rmak bo'lib, yo'gakning burjikini ochdi va chuchub tili gapga kelmay qoldi. Ana va bola qarab turgan doktor tezlikda kayniga o'rildi. Balaning quloqlari yo'q edi. Tekshirish natijasida balaning quloqi yo'q bo'lsa-mu, anglash sezimining normal ekanligi, ko'rinishini buzgan faqatla quloqining yo'q ekanligi aniq bo'lgan edi. Aradan yillar o'tdi. Bala cho'ng bo'lib, maktab eshigi to'shdi. Bir kuni bala maktabdan yugurib kelguncha, onasining quchqiga o'zini otdi va yig'lab turib onasiga: "Ana, bir bala meni sen pek musat, ko'rimsiz ekansan", dedi. Deb va un silib yig'lab ketdi. Bu ahvol balaning hayotidagi tunji qitimliq kamsitilish edi. Shunday qilib, bala u nuqsoni bilan cho'ng bo'ldi. Maktabda tirishib yaxshi o'qidi. Darslarni ko'ngil qo'yib yaxshi o'rgandi. Ana balaga davomli o'zi bilan tangtush bolalar bilan o'tish kerakligini eskartdi. Ammo bu so'zlarni degan vaqtda ona shirkida cho'nqur bir o'kinish tuyg'usi paydo bo'ladi. Balaning dadisi doktor bilan ko'rishdi va boshqa amalning bar yo'qligini so'radi. Doktor: "Agar bir jup quloq tepilsa, ko'chirish operatsiyasi qig'il bo'ladi", dedi. Shunda qilib ular bols uchun quloqlarini pido qila oladigan kishi izlashga boshladi. Aradan 2 yil vaqt o'tdi. Bir kuni dada bolsini chaqirib: "Balam, sen hozir doktorxonaga borasan. Opang bilan ikkimiz sana quloqlarni berdigan bir kishi topdik. Ammo esingda bo'lsin, bu bir sir", dedi. Operatsiya o'ngishli bo'ldi. Yangi qiyoftadan keyin balaning mijozida nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'ldi. Maktab hayoti va kishilik hayotida nihoyatda zo'r muvaffaqiyatlarga erishdi. Cho'ng bo'ldi, uylandi. Yillar o'tdi. Bir kuni bala dadasining yoniga keldi va dadasidan: "Dada, men bu qadar yordam qilgan kishi zoti kim? Men u kishining yaxshiligi uchun hech qilib beramadim", dedi. "U kishi uchun sening qo'lingdan bir ish qilish kelmaydi. Ham u kishining kimligini hozir bilsang bo'lmaydi. Texi vaqt emas", dedi dadasi. Bu sir yillarcha oshkorlanmadi. Ammo bir kuni hayotining eng og'ir kunlarining birida bala dadasi bilan birga onasining jinosi yiniq keldi. Dada mehri bilan qo'lini onasining beshiga uzatdi. Qizil, qahva rangi chachlarini qo'li bilan orqasiga taradi. Onaning quloqlari yo'q edi. Dada balaning qulqiga pichirlab turib: "Anang hech bir vaqt chachlarini yasashga majbur bo'lmadi. Sana yordam qila olganligidan, sening chehrangdagi xo'shallikni ko'ra olganligidan bakmo xo'shal edi", dedi. Barlig'ini balam deb yashagan shu aziz onalar, qaddi tog'dek shu mehribon dadalar mangu salomat bo'lsin.